Men endi shu kolxozchilikdan tak karxana ham ochdim mana nimadan. Bosh agronom bo'ldim mana. Qishloq xo'jaligi institutini bitirdim. Keyin O'zbekiston 40 yillik savxozi bo'ldi bu yer. Bu yerda ishladim. Ulus savxozida ishladim ko'p yillar. Shu ish faoliyatimda o'zimdan o'zim xursand bo'laman. Ikki ishni qildim. Birinchi gilam sex ochdim. 1200 ta ayol ishli bo'ldi. Hozir pensiya olyapti. O'lgani o'lib ketdi, qolgani pensiya olyapti. Urug'chilik qildik-da savxozda. Muhammad direktor Abdullayev Ishora rahmatli bo'lib ketdi. Qoldilar ilmiy tekshirish instituti bilan kelishib. O odamlar boshqa savxozlar 20 tondan satsa, Muhammad direktor 22 tondan satdi. Bir so'mga bir so'm berdi. Hozir shu vaqtda ishlagan odamlar milliondan zo'r pensiya oladi, ko'proq pensiya oladi. Bir so'mga bir so'm beradi ilgari. Ana shu ishni ikki ishni ko'zga ko'rinadigan ish qildim. Endi shu savol oldim, odamlardan yaxshi degan, yaxshi dedi, yomon degan, yomon dedi. Shundan o'zim xursand bo'laman. Qilgan ishimdan o'zim xursand bo'laman. 250 gram moy olamiz. Ham chiroq yoqamiz, ham uni yarim qoshiq nima qilib ham pivo qilamiz. Pivo nimadan? Kaga, sholxam, ya savi, shu boshqa nima bor? O'sha bo'lmasa, nima qilish kerak? Shunga chidaymiz. Ana she'rlarda yevreylar keldi, Minskdan. Minskdan olma, Belarusiyami? Shular davlat toza qurib qolgan ekanda davlatim, odam bo'lgan ekanda. Oyoq mana yog'och. Mana bir rezim bilan ildirib qo'yadi yog'ochni. Yog'ochda osti yog'och. Yo'qda unga charm yo'q ekanda, endi o'ylasam rezinam yo'q ekanda. Shu tars. Baya ayollar endi Belarusning ayollari ekanda endi ular endi shu hasbaqdilar. Maqlar dashtaman katta nima qilishdi. Hasbaq. Pirari endi atalaq qiladi. Kalxoz bori shuda endi savxoz kalxoz bori shuda. Arpandan atalaq qiladi, juvardan atalaq qiladi, toridan atalaq qiladi. Endi o'lib qolmasin deb o'ngayın bayna süt qatiq ayran bayran shakki beradi. Mana yerda molxona bor da endi. Moqtas. Bolalar o'tiradi, mana yerda chapan, oq chaponga qora jamon solib qo'yilgan. Qora chaponga oq jamon borini qiladi, nima qilsin? Ana shunday zamonlar bo'ldi. Onun aytgani yo'q, hech og'izga og'ilagi yo'q. Xotinlar ko'chada qolib ketdilar. Nima qilasiz? Shunday ekan, bu hayot shuning uchun to'g'ri yuring. Kimga bo'lsa ham men tavsiya qilaman. Ularga aytaman, to'g'ri yuring. Birovga ziyodatchilik qilmanglar. Jannat onalarning oyoq ostida deydilar. Mana ko'rdingizmi? Xotinni urmang. Janjal qilmang. Sizning naslingizni ko'paytiradi u. Sizning naslingizni ko'paytiradi, naslingizga nasl qo'shayapti. Men orashlarda 11 da ekanman. Bizlarda hammamizni dashga chiqarganda. Bug'doyning ayollar o'rajonda ololmaydi endi. Bug'doyni ostdan sindirib olamiz, boshini etib sindiramiz, do'ppiga solamiz. Do'ppimni boshqa narsa ham yo'q, tashlab ot yanchadan xirmonga olib borib to'kamiz. Endi o'zardiku lalimikashlikda sizlar bilmayman, suvni jaydin bo'lsalaringiz kerak. Lalimikar borar ekan. Xudo borarini bersin. Obchakar ham shakar. Suvda doim borda mehnat. Shuning uchun o obchakarning odamlari aytganki, lalimiga suv qiz berma, ko'tarmaga suv berma, lalimiga qiz berma. Ko'tarmaga o'nib ketadi, bilasizlar, sizlar suvdashlar, nimada ishlagan. U anayi bo'lmagan, lalimiga qiz berma. Ya bor ya yo'q. U obchakardan nima yeksangiz juvar yegasizmi, boshqa narsa tor yegasizmi, boshqa nima desangiz bor. Borda.
Agar misal buğday bilan arpa ekkan, uni ko'targandan keyin mosh ekkan, lobiya ekkan, kechki de bular. Kechki. 2 marta hazırlagan shalxamagan kartoshka ko'p nima emas, kari ekkan biz ko'p. Nima bo'lsa ham qozonga bir nima tushganda, shu osh qolmaganda ular. Halimizda yağmur bo'lsa bo'lgan, bo'lmasa yo'q. Kiptiga chopandab pastarg'amga haydagan, bu yoqqa Kataqo'rg'onga, Qoradaryoga, Norg'a nimaga, Ishtixonga, Oldaryolarga o'tib ketgan odamlar kim ko'rish kerak? Hech kim shunday o'lgisi kelmaydi. 90dan oshibsiz. Ha, 90. Hozirgidek zamon bo'lganmi? Ya endi bunday zamon men ko'rganim yo'q, eshitganim ham yo'q. Endi hozir endi Xudo insonini bersin, umrini bersin. Kattalarimizda xavflar bor bo'lib ketdi. Juda xavflar bor. Hamma imkoniyatni yaratib berib qo'ydi va endi ko'rib turibsiz o'zingiz. Hamma imkoniyatni yaratib berib qo'ydi. Amanat ravon yo'llar, haydab qayerga boramiz? Pul bo'lsa bo'ldi. Bir puldorroq bo'lsalar, Toshkentga borib ovqatlanib keladi. Ama qayerda yo'q? Podachilar siyirdi, emgan, dashtasi, yuvosh siyirlarni emgan. Nima qilsin? Nima qilish kerak? O'lmaslik kerak da endi. Majbur shunga. Iloj yo'q. Ey, qoqi degan narsalar bo'ladi, tog'dan terib keladi. Mana nima deydi? Nima tomonni olib taylaganiki, eritmoqlar, nima qilganiki, qoqini yuvib, tozalab, enalarimiz tuzsibeydi. Ertam bilan otamaniki hayotga borib, yo'ngishqaning boshini zulib keladi. Urib keladi endi. Hali shanalamasi, hali botanizatsiya bo'lmasa, keyin yana mana taxtaga qo'yib urib maydalaydi. Yana mana qozonga solib qaynatadi. Suvini to'kib taylaydi. To'g'ri qilayotganda unda bayna karbon ko'p ekanda kislorodni yig'ib olar ekan u. Bo'lmasa damlatib berar ekan. Keyin yana kadrdan qoshiqni taylaydi, tugadi bayat katta tovoq toldan bunday kasa qayoqda shu billar. Qayerda u? Ustalar qilganda tol tovoqda. Keyin olamiz o'rnga mana. O'tdi. Endi nima qilamiz? Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Bu qatiq sut zaharni oladi-da. Endi biz bilmaymiz uni, ular bilayotgan. Endi o'ylasam, mana zaharlanganlar bilan darrov tuz solmasi, tuzda natriy xlor bor-da. Xlor bor, o'yuvchi. Agar tuz zaharlansa, sharta chalab qo'ying, tuz solmay iching, birdan qaytib qo'yadi. O bolalar, o mamalar, onay bo'lmagan, ular savat bo'lmasa. Ko'ryapsizmi, xalqning obodonchiligi, to'qchilik, xudoga shukur, hamma narsa bor. Ana qorlarga yetgan bor, yetmagan bor, eskini qumsaytan ham bor. Har xil odamlar bor-da bu hayotda. Har xil odamlar bor. Endi hozirgi sharoitingiz bilan choppak ko'rsatadiganlar bor. Hayot shularga qarama-qarshilik. Hozirgi sharoitda ham ko'rolmaganlar ko'p-da. Ko'rolmagan ko'p-da sizga. Dunyo o'zi shunday. Boy kambag'alning orqasidan boy bo'ladi. Shunday. O'nqovning orqasidan shimtiyak o'zini saqlaydi. Ona yerga o'nga tegadi, bunga tegmaydi. Hayot shunday-da. Hayot qarama-qarshilik. Onayining sho'ri qaysi zamon bo'lmasin, o'nqovning sho'ri. O'nqovni qo'liga qurol qiladi shunday. U qurol shunday ko'rsatadi, o'zi sov qiladi. Hayot shunday bo'lib qoldi, to'qchilik bo'lib ketdi. Mana akalar, ukalar gaplashmaydi, ega singillar gaplashmaydi. Chunki muhtojlik yo'q. Muhtojlik yo'q-da. O'zi bilan o'zi hammada pulim bor, mashinam bor, otam bor, eshagim bor, molam bor. Muhtojlik yo'q. Yaxshi bo'ldi, ravon yo'llar bo'ldi. Hamma imkoniyatlar bo'ldi. Magazinlarga terini mana olib kiradi. Uni olib kelyapti. Qayerga borsangiz imkoniyat yaxshi, qayerda bor bunday zamon. Qator karvon kelar, nor kelar. Nor kelganda mening yorim yo'llab kelar. Mana
Yana quvvatdan o'tishda ayrılmağın Xudo qo'shgan yaringdan deydi. Bekorga aytilmayapti bu gaplar. Baland tog'lar haybatingga ishonma deydi. Qishqirgan daryolar quvvatingga ishonma deydi. Ertan sizlar ham kelsalarsizlar. Bu yoshda ketadi boradi. Shuning uchun men dunyoga kelib to'g'ri erishdi bildim. To'g'ri erim. Yedirmang, harom narsani bolaga yedirmang. Shundan bola o'rishaydi. Ertan u bola qiyshiq bo'ladi oya. Halol luqma yediring. To'g'ri yesangiz sizga o'lim yo'q. O'lim yo'q. Men bekorga aytmayapman, 52 marta o'rim yig'imda bo'ldim. Uyima katik dana olib kelganim yo'q, otam qo'ymaydi. Mening farzandim bo'lsang, bir kilo bug'doy olib kelsang sherga men ota emas, sen o'lamas deydi. Ikkita zernat qaysi menga ikkita Jiguli olib beradi. Cho'p keladi mening oldimga. Shuni qilmadim, mana yashayapman. Qilganlarim mana tovib ketdi. Darhol direktorlari so'zak bo'lib ketdi. To'g'ri yering. Bo'lsa yeng, bo'lmasa sabr qiling. Bolalarga ham shunga o'rgating. Bo'lsa yeng. Bekorga aytmagan, bo'p turib yemaganning ham tishiga or, bo'lmay turib yeyman deganning ham tishiga urdi. Bekorga aytilmagan bu gaplarni. O'zim o'ylab yotaman, o'ylayman bu kishi haqida, prezidentimiz haqida. Bu odam bir nazar ko'rgan odamlarning bolasi bo'lishi kerak. Bu odam dunyo ko'rgan, nazar ko'rgan odamlarning bolasi bo'lishi kerak. Buni har kim qilmaydi, qilolmaydi bu ishda. Endi albatta bunday fidoyi, bunday yuragi toza, iymoni butun odamlar har mamlakatlarga o'qtin keladi. Har bir zamonlarda keladi. Endi O'zbekiston xalqi tinchlikni istaydigan xalqlarning baxtiga kelgan ekan bu odam. Taqdiriga kelgan ekan bu odam. Taqdiriga kelmagandaydi do'stlar bo'lamidi? Bo'lmaydi-da. Ravon yo'llar, to'kin sachinliqlar, ishlab chiqarish mashinalari, mazgilga tez yetadigan hamma narsa ko'nglingizdadir. Misol mening 90dan oshyapman, ko'nglimdadir. Demak, u odamda bir mehlik bor. Bir Xudo nazar qilgan odamlar bular. Nazar qilgan odamlardan chiqadi bu aql. O nazar qilmagan odamda hamma aql birday. Shu 10 turibdi. Onu qilgan odam qiladi. Demak, bajardi bu odam. Odamlarning yuragidan yo'l topayapti. Odamlarning qalbidan yo'l topayapti. Hamma narsani oldingizga tayyor qilib qo'yibdi. Shundan norozi bo'ladigan odamlar bo'lsa, Xudodan ham norozi. To'g'ri-da, endi Xudodan ham norozi. Sal mana yerga chiqib sal bir 2 soat ishlasangiz, birovnikida uyalgandan ham qo'lingizga 20 ming so'm pul berib ikkita non beradi. Buning nimasidan norozi bo'ladi? Men endi kecha urushlarni ko'rdim. Yo'qchilik, qahatchilik, hech nima yo'q. Odamlarda pul bor. 1 kilo arpani 300 ming so'm. Mana shu bozorda pul bor, uni yo'q. Yo'qda. Bu mandaga qayerdan oladi? Men bularni ko'rganman oxiri. Og'ayni, mana 51-yillarda men Samarqand qishloq xo'jaligini sutga ojarat bilan beradi arjannayn oldi. Mana 50 kun o'qar odamlar biladi, yaxshi biladi. Ojaratda borib arjannayn non ojaratda turib oladi. Ammo hozir qaramang, hamma imkoniyat bor. To'q kecha ekansiz yorib turgan bo'lsa, gaz kiyib turgan bo'lsa, un kiyib turgan bo'lsa, nima qilish kerak boshqa? Pensiya berib turgan bo'lsa, pensiyani to'xtatgan bo'lmasa, hamma imkoniyatni oldingizga mana yeyish kerak faqat. Buni yeyish kerak. Buni foydalanish kerak. Bu mardni nomard kamsitlar bo'lmasin-da. Xudoning ham rashki keladi menga. Og'aylar,
Bunu bilish kerak. Buni oz mehnat kerak, ama mana ularni yuzaga olib kelishsin. Bu odam hamma imkoniyatni oldingizga olib berib qo'ydi. Shuni qilmasangiz, yemasangiz, Xudoning ham rashi keladi oxiri. Mana bunday o'ylash kerak oxiri. Hali bunday zamonlar endi otalarimizdan ham eshitganmiz. Bunday zamonlar bo'lmagan. Endi Xudo deb prezidentimizning aytganini ma'qullab, mana yoshlarga to'g'ri tarbiya berishimiz kerak. O'qishni ochib qo'ygan bo'lsa, nima prezident maktablari qilib qo'ygan bo'lsa, oliy maktablarni qilib qo'ygan bo'lsa, texnikumlarni yana ochayotgan bo'lsa, pulni berayotgan bo'lsa, nima qilish kerak? Endi uni bizlarga qolgan. Bizlarning bolalarimiz uni qilish kerak. O'zidan o'zi kallaga kirmaydi. Uni uchun o'qish kerak, uni uchun talpinish kerak, uni uchun axborotni eshitib turish kerak. Dunyoga qarab ish qilish kerak. Bu nima gap? Nima degan gap? Bizlar dunyodan orqada qolib ketamizmi? Masalan, jahon xalqlarining orasida bizlar orqada qolib ketamiz. Bizlar ham lozim bo'lsa, imkon qadar o'g'limizmi, qizimizmi ish talab qilishimiz kerak, ishga o'rgatishimiz kerak. Ularni to'g'ri tarbiyalashimiz kerak. Darsliklarga e'tibor berishimiz kerak. Yurgan yo'llariga e'tibor berishimiz kerak. Ularni to'g'ri tarbiyalashimiz kerak. Zamonga mos odamlar bo'lsin kelgusida. Xalqqa xizmat qilsin prezidentga o'xshab. Bo'ldimi dunyoga kelib ketib? Yangiday avlodlarni bir nochaqa qoldirsa bo'ldimi bu? Bo'lmaydi ular oxiri. Shuning uchun bizlar ham harakat qilishimiz kerak. O'g'illarimizni, qizlarimizni, nebara chevaralarimizni tarbiyalashimiz kerak. Yoshlarni tarbiyalashimiz kerak. Yoshlar shunday zamonaviy odamlar bo'lsin. Zaman o'sib boryapti. Menga o'xshagan uning changini ham ko'rmay qolamiz, keksa odamlar. Ko'ryapsiz-ku, yer yuzida qanday odamlar chiqyapti, qanday bilimdan odamlar chiqyapti. Nima bizlarning o'zbek xalqi shulardan kammi? Kam emassa. Bizlarning xalqimiz tarixda bor. Bizlarning ota-bobolarimiz tarixda bor. Bundan keyin ham bo'ladi. Bundan keyin ham tarixda qoladi. Ota-bobolarimiz o'lganlarning nimasiga qolmayapti bizlar oxiri. Bizlar harakat qilishimiz kerak. Bizlar intilishimiz kerak. O'qishaydan intilishimiz kerak. Ishaydan intilishimiz kerak. Shunday bolalar bor bilimdan. Hozir O'zbekistonda qarab hayron bo'lib qolaman. Hayron bo'laman-da, shunday Amerikaga borgan ekan bir yigit Qosim Otabek degan. Voy bu. Ko'rdingizmi uning bilimiga? Yo'q emas, bizlarda shunday bilimli, ilmli yigitlar ko'p, qizlar ko'p, yigitlar ko'p. Ro'yobga chiqarsin o'zbek xalqini ham. Bizlarda rus millatiga mansublar ko'p bola odam hisobiga qo'shmagan bir zamonlarda. To'g'ri-da, endi qo'shdi, endi O'zbekiston ham shunday o'g'il qizlarning borligiga tan berdi oxiri. O'g'illar, bu yoqlarga yana ham tan berish kerak, yana ham oldinga chiqish kerak, yana ham harakat qilishimiz kerak, o'qishiga e'tibor berishimiz kerak, tarbiyasiga e'tibor berishimiz kerak. Qishloqning, mahallaning raislari ham kechasi ham yo'llarga yurib ret o'tkazish kerak. Buning bolasi nima qilyapti? Buning bolasi nima qilyapti? Qayerga borib shug'ullanyapti? Bularga ham e'tibor berishimiz kerak. E'tibor bersak o'zimizning nafimiz. Shular qandaydir ertaga yomon yo'llardan qaytishi ham mumkin, yaxshi yo'llarga tushib ketishi ham mumkin. Jamiyatga foyda berish mumkin. Bu yoqlarni ham hisobga olishimiz kerak. Faqat o'zimizning qo'rg'onimizni o'zimiz qo'riqlab yotsak bo'lmaydi-da. Jamiyatga ham e'tibor berishimiz kerak. Eldan chiqadi. Eldan dono o'g'illar chiqadi, eldan dono qizlar chiqadi. Albatta jamiyat uchun ular kerakda shu odamlar. Shuning uchun endi biz kecha shularni ham ko'rdik. Buning aytgiligi yo'q. Aytgiligi ham yo'q, buni gapirgiligi ham yo'q. Bu yoqni ko'rdik-da, ko'rdik. Oyoqda kiyim yo'q. Kallada do'ppi yo'q, mana jazirama issiqda. 24 sotikdan bug'doy uradi ayollar. 24 sotiga chayrak o, shunday issiqda. Sho'pinda ham bor-da 45 gradus, 44 gradus. Hamma vaqt bor-da shu issiqlik. Faqat
Fakat şıbayıl bulup kaldım. Hama vakit var. İçke yegan nima arpanan. Arpanan bir yaktan ayıran çakkı var abi. Hamma el bayavay turadi. O'zining tuzi var, o'zining tavog'i var, o'zining chakkisi var, o'zining urag'i var. Ko'rdingizmi? Nimaga o'lib qolmagan shular axir. Ichgani bo'tanoq suv. Mana kolxozning raislari ham suv ichsa mana belbog' bo'lavergan. Bilasizlar belbog'. Mana belbog'ni mana yerga qo'yib ishaydi. Qurt bosib ketganda suv. Amebalar bosib ketgan. Ko'rasizmi? Bir oyda bir marta havuzni to'ldiradi. Bizlar shularni ko'rdik, o'zimiz qildik, o'zimiz ichdik, o'zimiz yedik. Mana Xudoga shukr o'lmadik. Yuribmiz mana hozir. Mana endi bizlarga ijayimizda turib pul olib beradi. Hey. Qarang, pul uyga olib beradi. Mana qarang o'zingiz tasavvur qiling. Mening pensiyamda uyim olib beradi. Shu nima u yoqdan topshiriq bor albatta. Shu keksalarni hurmat qilinglar, shularni qiynalmasin, yo'lda yurib deysa kerak endi. Prezidentimizdan albatta ko'rgazma bor-da. Men o'tiraman, kelib pulim berib ketadi. Mana sizga insonlarning keksalarni hurmat qilish, bundan ziyada nima qilish kerak? Qo'liga ko'tarolmagan misol bir yilda bir marta nima bor? Ko'rikka borishim kerak. Dori-darmonlarim bepul mening. O'zlari dorib bir yilda bir marta nima beradi? 1 million so'mlik dori beradi. Ashada menga bergan yordam oxiri nima qilish kerak? Men faqat to'g'ri tarbiyalashim kerak nevaralarimni, bolalarimni. Jamiyatga yoshroq bolalar bo'lsa, ularga to'g'ri gaplarni aytishim kerak. Mendan shu qoladi. Boshqa nima qiladi mendan? Prezidentimizga ming behisob rahmat aytaman men. Bu odam bir nazar ko'rgan odam. Nazar degani Xudoning nazari tushgan odam. Har yerda bunday odamlar bitta, ikkita bo'lib qolishi mumkin. Ko'rdingizmi? Boshqa Xudo biladi. Shuni elda to'g'ri boshqaryapti bu odamlar. Jonki shu gapiradi endi qarab o'tiraman-da, mening boshqa ishim nima endi? Qarab o'tiraman, boshidan oxirigacha qarab o'tiraman. So'nggi axborotni eshitib o'tiraman. Boshdan oxirigacha so'nggi axborotni eshitib, bu kunni eshitib o'tiraman. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Xudo, ko'p bergin, ko'l bergin, orasxona mo'l bergin, keng peyillar bergin, ketmas davlatlar bergin. Boshliqlarimizni, prezident boshliqlaridagi, shu yerdagi vazirlarimizning kasb-kallariga, umrlariga Xudoyim o'zing baraka bergin. Doim yuzlari yer yuzida mamlakatlarning rahbarlarining o'rtasida yuzlari oydin bo'lsin. Umrlaridan barakat topsin. Elimizga xizmat qilishda charchamasin. Doim Xudoning o'zi o'z panohiga asrasin. Hammangizni ham o'zining panohiga asrasin. Amin. Allohu akbar.